Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Profil universitetini tibbiyot yo'nalishidagi, ya'ni PhD barmog'inglar bilan turib, barmog'inglarga qiziq qilib olgan darajada o'rgatib berishga harakat qilaman. Yoki ildizni tepaga qilib, bu yoqqa qo'ysangiz ham har yonib turishni, kesib yuzasiga yaqinlashganda biroz bo'rtmas bo'ladi. Chiqmagan bo'lsa, ya'ni bo'yin qismini o'zi bo'rtib chiqqan bo'lsa, pastki jag'iga bo'ladi. Okey? Pastki jag'ligini bilib, lekin tepaga qarab pastga qarab o'shani eng yuqori bo'lgan tish bu pastki jag birinchi primar. Hozir shuni bir qo'shib qo'yganlik shakliga bor. Endi nimaga ahamiyat berish kerak? Birinchisi, markaziy kurek tishligini stol Tomoni burilgani uchun distal tomoni. Bunda ko'proq bilinganda, o'shaning uchun bittada farqlasangiz bo'ladi.